Chimildiq ichi qorong'u edi, svet o'chgandi. Erim ustimda edi, ishini deyarli qilib bo'lgandi. Shu payt svet yonib qoldi. Qarasam ustimda erim emas, uning do'sti turardi. Men: Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kanalimga xush kelibsiz. Doim qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Oldinda ko'plab qiziqarli videolar bor. Obuna bo'ling, like bosing va fikr qoldiring. Boshladim. Men uchun o'sha kecha hayotimdagi eng kutilgan, eng hayajonli va eng muqaddas tun bo'lishi kerak edi. To'yimiz kunidan oldin kunlar, oylar, hatto yillar davomida orzu qilganman. Oq libosim, mehmonlarning kulgisi, quvonchli hayqiriqlar, ota-onamning duolari va nihoyat Chimildiq ostidagi ilk uchrashuvimiz. To'y kuni esa hammasi orzudagidek boshlandi. Har yerda gul hidlari, shovqin-surondan charchagan bo'lsam ham, ichimda hayajon qalqib turardi. Kelinlik libosimda sekin qadam tashlab Chimildiq tomon yurdim. Hammaning ko'zlari menga qadalgan, qo'llarida duolar. Ichkariga kirganimda esa yuragim qattiq ura boshladi. Men o'tirganimda pardalar orasidan bir soyabon shakli ko'rindi. Yuragim o'sha odamni erim deb bildi. Ammo yaqinlashganida ko'zlarimga ishonmadim, bu u emas edi. Erimning eng yaqin do'sti, o'sha doim hazilkash, lekin ko'zlarida sirli bir joziba bor yigit turardi. Sen nega, dedim ovozim titrab. U esa sekin jilmaydi. Eshla, bu kecha sening yuraging nimani xohlaydi, shuni aytadi, dedi u past ovozda. Men hayratda edim, lekin yuragim galati urardi. Hamma narsa shu qadar noaniq, shu qadar xavfli edi. Ammo ko'zlarida yongan ishtiyoq, ovozidagi shirin ohang meni o'ziga tortardi. U yonimga asta o'tirdi, qo'llarini uzatdi. Men orqaga tisarilmoqchi bo'ldim, ammo bilmadim nega, ichimda qarshilik kuchsiz edi. Erimcha, dedim nihoyat. U seni mendan ko'ra kamroq sevadi, dedi u, ko'zlari chuqur va qat'iy. Bu so'zlar yuragimni titratdi. Chimildiq ichida vaqt go'yo to'xtadi. Tashqarida to'y shovqini, ichkarida esa faqat yurak urishimiz eshitilardi. Men bir lahzaga ko'zlarimni yumdim, nafasim tezlashdi. Shu onda uning qo'li yuzimga tegdi, issiq qo'llari titroqimni bosdi. Uning yaqinligi menga iliqlik olib kirardi. Men o'zimni tushunmasdim, bu xiyonatmi yoki taqdirning sinovimi? Uning so'zlari, nigohi, har bir harakati ichimdagi eng yashirin hislarni uyg'otardi. Go'yo men bu kechada boshqacha, yangi bir men bo'lib tugilayotgandek edim. Tun uzoq davom etdi. Har bir daqiqa, har bir lahza yuragimda o'chmas iz qoldirdi. Ertalab esa hammasi yana o'z holiga qaytdi. Erim yonimda paydo bo'ldi, lekin men endi avvalgidek emasdim. Bu sirni hech kim bilmasligi kerak edi. Ammo men bilardim, hayotimdagi eng ehtirosli, eng galati kecha o'sha Chimildiq ostida, erimning o'rnida boshqa birov bilan kechgan edi. O'sha kecha mening hayotimda o'chmas iz qoldirdi. Ammo ertalab tong yorishganda, men yuzimga kelinlik tabassumini taqib, hamma narsani odatdagidek davom ettirishga majbur edim. Mehmonlar ketar-ketmas uydagilar birin-ketin uxlab qoldi. Men esa yolg'iz qolgach, kechagi voqeani o'ylab, yuragimning eng tubida galati bir iliqlik his qilardim. Ertasi kuni ertalab erimning do'stini ko'rdim. U qo'llarini cho'ntakka tiqib, go'yoki hech nima bo'lmagandek jilmaydi. Ko'zlarimiz bir zumda to'qnashdi. Shu lahzada kechagi hislar yana uyg'ondi. Kecha hech nima bo'lmadi, to'g'rimi? Dedim past ovozda, yuragim tez urar ekan. Agar sen xohlasang hech nima bo'lmagan, dedi u kulimsirab. Kunlar o'tdi. Men bu sir bilan yashashga o'rgana boshladim. Ammo ichimda bir narsa meni tinch qo'ymasdi. U bilan yana uchrashish istagi. U har safar uyga kelganda mening qo'llarim muzlab, yuragim esa alangalab ketardi. Bir kuni kechqurun erim do'stlari bilan bazmda qolib ketdi. Uy jimjit edi. Men derazadan tashqariga qarab o'tirar ekanman, darvoza sekin ochildi. Ichkariga u kirdi. Ko'zlarida yana o'sha kechadagi joziba. Men seni sog'indim, dedi u sekin. Bu so'zlar meni butunlay bo'shashtirdi. U asta yonimga keldi, qo'llari yelkalarimdan tutdi. Nafasimiz aralashib ketdi. Yuragim urib chiqadigandek bo'ldi. Tashqarida shamol yaproqlarni shitirlatardi, ichkarida esa faqat yurak urishlarimiz eshitilardi. Men bilardim, bu yo'l xatarli, lekin hislarim meni butunlay asir qilgan edi. U meni quchoqladi va shu quchoqda men o'zimni dunyodagi eng xavfsiz,
eng iliq joyda his qildim. Shu payt tashqaridan eshik taqilladi. Bu erim edi. Yuragim muzlab ketdi. U bizni ko'rishi mumkin edi. Eshik taqillagani bilan yuragim muzlab ketdi. Biz bir zumda bir-birimizga qaradik. Uning ko'zlarida vahima, mening ko'zlarimda esa qo'rquv va hayajon aralashgan edi. "Tez orqa xonaga ot", dedim past ovozda. U bir so'z demadi, faqat boshini qimirlatib, jim yurib orqa tarafga otdi. Men esa yuzimdagi hayajonni yashirish uchun chuqur nafas oldim va eshikni ochdim. Eshik ortida erim jilmayib turardi. "Sen uxlayapsan deb o'ylagandim", dedi u qo'llarida kichkina sumka bilan. "Yo'q, kutyapman", dedim men ovozim titramasligi uchun og'zimni zorga bosib. U kirib sumkani stolga qo'ydi. Ichidan kichik sovg'a chiqardi. "Bu senga, rafiqam", dedi u mehr bilan. Men sovg'ani qo'limga olarkanman, ichimda ikki xil his kurashardi. Bir tomondan erimning samimiyligi, boshqa tomondan esa orqa xonada jim turgan sirim. Vaqt o'tgandek bo'ldi. Nihoyat erim hammomga kirgach, men orqa xonaga yugurib bordim. U yerda u ko'zlarida og'ir qaror bilan menga tikilib turardi. "Men ketishim kerak", dedi u sekin. "Bu oxirimi?" dedim yuragim ezilib. "Ehtimol", dedi u va qo'limni oxirgi marta siqib eshikdan chiqib ketdi. Men esa oynaga qarab qoldim. O'sha kechadagi chimildiq ostidagi iliqlik, uning nigohi, so'zlari barchasi xotira bo'lib qoldi. Lekin bilardim, agar u yana keladigan bo'lsa, men bu hislarga qarshi tura olmasdim.